Karmana tuman axborot kutubxona markazi axborot bibliografiya xizmati taqdim etadi. O'zbekiston xalq yozuvchisi Erkin A'zamning Anoyining jaydari olmasi nomli asariga bibliografik sharh. Asar 2025-yil Faktor Book nashriyoti tomonidan nashr etilgan bo'lib, 336 betdan iborat. O'zbek adabiyotining yirik vakillaridan biri Erkin A'zam ijodida zamon va inson munosabatlari masalasi tahlil qilinadi. Adibning Anoyining jaydari olmasi hikoyasi asosida insoniy qadriyatlar, davrning ma'naviy muammolari va oddiy inson hayotining badiiy talqini o'rganilgan. Asarda yozuvchi o'tgan zamon bilan hozirgi kun o'rtasidagi ma'naviy tafovutni, insonning o'zlikni anglash jarayonini va hayotiy haqiqatlarga munosabatini chuqur falsafiy nuqtai nazardan yoritadi. O'ylaymizki, ushbu asar ham kitobxonlarimizga manzur bo'ladi.